Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsiz. Instagramga o'zi juda ko'p kirmayman. Hozir videolarni listat qilaversam, aqlli chala blogerchalar xalqallar Instagramdan 1000 ta podpischi bo'lsa, Instagramdan 5 ta podpischi bo'lsa, buncha pul topsa bo'ladi. Instagramdan 2 million podpischikingiz bo'lsa ham 100 so'm pul topib bo'lmaydi. Instagram prosmotrga ham pul to'lamaydi, jonli efirga ham pul to'lamaydi. Faqat va faqat reklama marketingidan pul topsa bo'ladi, to'g'ri, lekin Instagram pul to'lamaydi. Unday qilib Instagramdagi mana chala blogerchalar xalqni ko'ziga nos sepib, xalqni aldamanglar. TikTokdan pul topsa bo'ladi, prosmotrda ham topsa bo'ladi, jonli efirda ham topsa bo'ladi, oddiy videoni kommentariyasida ham pul to'laydi. Hamma tomonlama TikTokda pul topsa bo'ladi, lekin Instagram 100 so'm ham 1 tiyin ham pul to'lamaydi. Aldamanglar. Videoni ashunaqa Instagramdan pul topsa bo'ladi degan blogerchalar jo'natib qo'yinglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin.